Nima qilyapsiz? Iftorlikka zakotovka qilyapman aka, mana ko'ryapsiz. Kolbasalarni chiroyligina qilib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, keling. Tandir go'sht bormi aka? Aka, tandir go'shting iti bor. Dimma yog'ida men xolasa dimma yo'qlarimiz bor. Tandir go'sht aka, tandir go'sht nima qilay aka, tandir go'sht men yangiga kolbasa olaman deb jori beraman. Nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Qanaqa tandir go'sht? Bu yerda kolbasa sotiladi aka. Aka o'zi kolbasalarni halolmi? Hozir ko'rsataman aka. Aka, bu yerda bizlarda faqat Hoji bobo kolbasalar hammasi xolos, siz niyangizni urishib qo'yganmisiz? Yur bu yoqqa ko'rsataman senga halolligini. Ko'rishingiz mumkin. Mana hamma yer sop-toza, ozoda, pak bolojni halol mana kolbasalar chiqyapti. Mana bu yerda 50 xildan nari kolbasalar tur-turi bor aka. Hammasi 100% emas, 1000% garantiyasi mana halol. Hozir sizlarga manzillar tanishtirib o'taman. Samarqand shahar Xalqlar do'stligi 2-uy Hoji bobo kolbasalar. 100% garantiyasi bilan halol. Agar kimda ekan olmoqchi bo'lsalar akalar, pastda men nomerlarni ham qoldiraman. Ayniqsa bu yerda Qashqadaryo, Surxondaryodan Hoji bobo kolbasalarni muxlislari ashaddiy qilishlar ko'p ekan. Davay, Qashqadaryo, Surxondaryoda bormi? Do'stlar, mana bunaqa yolg'on xabarlar chiqib ketyapti-da. Yo'lda 3 yil 6 oy qamaldi. Har xil Telegram kanal, Instagram kanallarga bitta narsa ona bolam deydi-da, onam yuraklari og'rib bunaqa xabarlarni eshitib telefon qilib qolibdi. Bolajonim tinchmisan, yaxshimisan deb. Ona tushunmaydiki uni yolg'onliklari. Men yaxshiman, tinchman, sud yana qoldirildi 5-martga. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yaxshi bo'lishiga ishonaman. Sizlarning duolaringiz bilan harakat qilamiz. Hali janglar oldinda 2-aprelga oktagonga revanch qilishimiz kerak. Bolalarimni yonidan chiqib ketayotgan paytim xayrlashish kunicha yana qaytib kelaverganman degan fikr bo'lib qolibdi. Har xil narsa bo'lib qolibdi-da. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar bunaqa yolg'on xabarlar chiqmay, kimdir qamalmoqchi bo'libdi, kimdir ozodlikka chiqarmoqchi bo'lib, hammaqa yolg'on xabarlar odamlarning fikrini buzib qo'yapti-da. Men xursandman. Farzandlar, onaxonlar hali hammamiz prezidentim mehribon. Hammasi zo'r bo'ladi. Men ishonaman. Hammasini chotki qilib olaylik. Hali oldinga hali erka bo'lan bilan jang qilishimiz kerak. Qo'li yo'q. Rubisa, chista. Xudo xolasa, sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlarni podpисчиклар nomerading inshaalloh. Sizlar duoda bo'linglar bo'ldi. Sizlarni shuni yaxshi ko'rib, shuni tilab qolaman. Rahmat sizlarga hammalaringizga.